Assalomu alaykum. Nihoyat tuman ortidan quyosh chiqishni boshladi. İşimizni boshlab oldik, xudo xolasa. Quyosh ko'rinishni boshladi. Damas avtomobilimizga metal o'rnatib beryapmiz 65 bilan. Hozir ishimizni boshladik. Ushbu labo avtomobilimizga ikkita 30 bilan qo'yib beryapmiz. Tepalarini planka qo'yib tepalariga bittasini joylashtirdik. Endi hozir ikkinchisini joylashtiramiz. Sonra tomonga to'g'ri qilib olamiz. Oldi komplektatsiyasiga o'sha original Clydo reduktor bilan qo'yib berdik. Tagiga mana kulchatimizni qo'yib rul tagiga Laboga ikkita 30 bak joyida turibdi. Bakka teginilgani yo'q, bu stilga teginilgani yo'q. Hammasi joy-joyida. Ikkita 30 bilan mana qo'yib beryapmiz. Ikkita 30 tushgan. Hammasi joy-joyida turibdi. Tepalarga faqat plankalar bilan qotirildi bu. Ustiga nilon to'shog'i. Xudo xolasa yo'q. Kobaltımız, labımız bak sızıcıya çıkıp ketyapti. Do'stlikdan Cobalt avtomobilimizga ko'rib turganlaringizdek 90 balon bilan qo'yib beryapmiz. Vikor baloni Farg'onada ishlab chiqarilgan. Kalibrovka ishlari ketyapti. Knopkasini da yoqib qo'ydik. Oldi zapchastlariga keladigan bo'lsak, oldi zapchaslariga Stag Gofas 200 eng original zapchastlar bilan qo'yildi va Adax reduktor hamda 04 farsumka original zapchastlar bilan qo'yildi. Mana do'stlikdan egalarning o'zi turibdi. Qandaysizlar akalar? Qanday, bizni servisdan mamnunmisizlar? Yaxshimi? Original zapchastlar bilan qo'yib berdikmi? Servislar yaxshi. Mayli. Kelavering. Ushbu Cobalt avtomobilimizga ham 90 balon bilan qo'yib beryapmiz. Uning oldi komplektatsiyalariga keladigan bo'lsak, har galgidek original zapchastlar bilan Stag Gofas 200 bilan qo'yib beryapmiz. Farsumkasi X bo'lyapti. Farsumka reduktorimiz Adax bo'lyapti. Adax reduktor bilan qo'yiladi. Mana shu
Cobalt avtomobilimizga programma qilib beryapmiz. Bu lab avtomobilimizga 65 talik bakti siljitib qo'yib beryapmiz. Bu Cobalt'imizga qo'yilyapti. 90 talik balon bilan. Şu Damas avtomobilimizga 65 talik balon bilan qo'yib beryapmiz. Clyde original reduktorlar bilan bo'lyapti.